Assalamualaikum hurmatli ko'ruvchilar, biz bugun Qizilkiyada sizlarga temirlerden, profillerden balalarını aytib berib ketamiz. Qisqa bat-batdan söyleymiz. O'shanda bu qancha bo'lib qoladi? 4 4 Qancha? Shtuktab sotiladimi metri mi? Metri qanchadan? Metri 75 so'm. Metri 75 so'mdan ekan. Keyingicha? Oldağına 4 metri 60 so'm. 4 metri 60 so'mdan. Mana shu usul. Usul 70 so'm. 70 so'mdan ekan. Ondan keyin bu razmer boshqacharoq o'xshaydi. Bo'lsa. 50-30 deb aytdilar. 50-30. Qancha metri? 120 so'm. 120 so'm. Mana kubik ko'raylar. 4,5dan birda ekan. 2,5. Qancha metri? Ular 45 so'mdan metri. Metri 45 so'mdan ekan. Endi to'g'ri turbalar so'raylar ekan. Rossiyskiy ular turbalar. Qaysi razmerda bu? 76lik razmer. 76lik. Metri qancha? 220 so'm. Metri 220 so'mdan ekan. Manga hurmatli ko'ruvchilar, profillar bari shunday ekan. Buni barini sizlarga aytib ko'rgazib ketmay, sizlarga ara-aradan terib ko'rgazdik. Bular cho'ng nimalarchi? Bular 100 deb aytiladi, 10 qo'm. Bular 450 so'm bor, 530 so'm bor. Metri. 450 so'm, 530 so'm. Eng yaxshi. Undan keyin mana setkalarchi? Setka ko'pincha mana nega ishlatiladi mana? Monolitga, ha? Uchtuktab sotiladi bular. Uzuni qancha, turasi qancha? 2,5 ga 1,5 ekan. Qancha dedingiz basini? Bası 130 so'm, 200 so'm. Bası 130-200 so'mdan ekan. Setkalarchi? Setkalar arzonlar 250 so'm. Qaysini zangdabay turgan? Zangdabay turgan Aqtarba. Bular qancha? Ruloni? Ruloni 550 so'm, 800 so'm. Qancha metr chiqadi ham bir rulonda? Bir rulon 10 metr chiqadi. Vusatachi? Vusata 1,5. Vusata 1,5 chiqadi ekan. Yaxshi, rahmat. Sizlarga shu yerda bozoringizlar bersin aka. Alloh sodangizlarga baraka bersin. Dastlabki qilib yaqin yerga yetkazib berasizlar da. Yaxshi. Taxtalar ham sizga qarashdi-ku? Yo'q, taxtalar boshqa. Rahmat, ha. Shiperni tartib ko'rgazamiz hozir biz. O, pishqan kirpich qancha ekan narxi? 9 so'm, 10 so'm. Berki kirpichchi. O'sha ko'tarishim. Bu turbalar qanchadan aka? Bu turbalar 520 so'mdan. 520 so'mdan. Razmer qaysi razmer? Razmer 100lik deb aytiladi. 100lik. Eng yaxshi. Hozir nima qilaylik? Profilga da foto tartamiz. Bular tartib kelayinchi. Shiperda so'raganlar bo'lganlar, hurmatli ko'ruvchilar, bunga biz shiperda da tartib ko'rgazamiz hozir. Assalomu alaykum. Qancha ekan shiper? Qayoqdaki? Rossiya Volgogradmi? Qant nimeniki yo'q bu yerda. Rossiya Volgograd ekan. 350 so'mdan basi. Kirpichchi sizga qarashdi-ku? Aha, narxi-chi? Boshqacha qol? Bu kirpichlar 10 so'mdan ekan. Boshliqi. Ondan keyin bu dag'i 10 so'mdan ekan. Pechkaga ekan bu. Mana. Razmerlari boshqacha ekan. Shu nomerlarga chalasizlar. Yaxshi. Hurmatli ko'ruvchilar, biz ham taxtalarning qatoriga keldik. Assalomu alaykum. Taxtalarni bolalarni aytib berasiz aka? Shu qaysi razmerdagi? Bardiga o'xshash ekan, ha? 3. Eni 3 ekan. Eni 19,5. Eni o'shanda mana uzuni da turadi bunaqa. 19,5 ekan, eni 3 santimetrlik ekan. Bular 3 sotiladi metrimi? 3. Qanchadan? 3. Qo'lga tegar narxi 375. Qo'lga tegar narxi 375 so'm ekan. Bular ustunlar. 9 ustunlar, ha? Ustunlar. Qancha bular? 430 so'm. 430 so'm ekan. Janda o'xshash ekan, ha, taxtaga? O 4 bo'lsa. Bu joyda porsunlar bor ekan-ku. Qancha bular? 14 bo'lsa.
14'kө 14 экен, мына торсундар. Узуну канча метр? 4 метр. 4 метр экен. Канча бул? 150 сом. 1050 сом экен. Наркылар дагы 4 метрден. О, Сегиз бардыгы 4 метрден экен да. Бул торсундар 1050 сомдон экен да ошондо. Жакшы. Мындан эни кичинекейраак нотакталар экен, а? Страпылдар. Канча булар? 350 сом. Ошол эле 3 экен. Узуну канча? 4 бул калыңдыгы 4 сантиметр экен. Узуну канча? 4 метр. Немеси? Мынау. 14. Бул жак 14 экен. Бул 4 сантиметр, узуну 4 метр. Баасын айткыңыз сага жол? 350. 350 сом экен. Жакшы. Базарыңыздар берсин. Ушул да тактан размери ушул эле да? Жакшы. Жакшы. Нар жактабы?